Barchaga assalomu alaykum tomoshabinlar. Sizlar bilan Sohxona kanal bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi videoroligimizda qanaqa ikkita programma orqali sarmoyasiz pul ishlashni o'rgataman. Do'stlar, bu hammasi 100% ishonchli va bemalol bu orqali pul ishlashingiz mumkin. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta narsa aytib qo'yishim kerak. Shuncha foydali videolar chiqaryapman, lekin prosmotr juda ham kam, chunki like bosish va kommentariy yozishlar kamligi tufayli shuncha iloji bo'lsa like bosishni va kommentariy yozishni unutmanglar. Qanaqadir xatolik yetgan bo'lsa, nimagadir tushuntira olmagan bo'lsam, kommentariyada yozib qo'ysanglar, keyingi videolarni to'g'rilashga harakat qilaman. Va har doimgidek podpiskani ham unutmanglar. Bo'lmasa boshladik. Do'stlar, birinchi programmamiz bu mana shu programma hisoblanadi. Buni ikkinchisini ham, birinchisini ham Telegram kanalimizda olishingiz mumkin. Telegram kanaliga pastda kommentariyada silga qo'yaman, bemalol kirib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqqa kirganimizdan keyin nima qilamiz? Aytgancha promo kodni ham Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Bu yerga ko'rib turibsizlar, har xil razdellar bor. Pastdagi 3 ta razdellarni tushuntirishda boshlayman. Birinchisi istoriya, ya'ni istoriya nima bu? Pul chiqarib olganlarimiz, hozircha biz pul chiqarmaganimiz uchun bu yer bo'sh turibdi. Va ikkinchisi bu referalli programma hisoblanadi. Ya'ni referalli programma qanaqa ishlaydi? Sizlar chaqirgan referallilar agar 90 mingta moneta ishlasa, sizlarga 10 mingta moneta bonus sifatida beriladi va ishlayotganda 5% bonus ham beriladi. Xo'p. Keyingisi bu nima deydi? Monitoring toshda kim qancha ishlayotganini ko'rib turishingiz mumkin. Birinchi o'rinda ko'rib turibsizlar 3,490 mingta ishlagan. Bu o'zi anchagina, где-то почти 3000 rublmi, 4000 rublmi ishlagan. Xo'p, endi bu yerda qanaqa qilib pul ishlaymiz? O'rtada ko'rib turibsizlar tangachani surati bor, ustiga bosamiz. Va ko'rib turganingizda reklama chiqadi. Bu reklamani oxirigacha ko'rishimiz kerak. Tepada vaqt ketyapti. Va mana qaranglar, vaqt tugadi. Shu joyda e'tibor berishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Vaqt tugagandan keyin mana pastdagi установить tugmachasini bosamiz va bu yerda iloji bo'lsa установка qilsanglar, programmani sizlarga ko'proq to'laydi. Agar установка qilishni xohlamasanglar, mana shu razdellar где-то 20-30 sekund, minimal 30 sekund turishingiz kerak shunchaki. Turib bo'lganingizdan keyin qaytasizlar programmaga va ortga tugmachasini bossanglar, ko'rib turibsizlar 118 ta bo'ldi. Xullas, shunday qilib programmada pul ishlashimiz mumkin. Va ko'rib turibsizlar o'ng tomonda bizda nima bor? Maksimalli va minimalli bizga ko'rsatkich ko'rsatib turibdi. Buni nima qilishimiz kerak? Bu yerda maksimalli, minimalli, agar minimalliga tushib qolgandan keyin har bitta programmani sketch qilganimizdagi bu to'ldirib beraveradi va xullas shunday qilib pul ishlaymiz. Endi aytishingiz mumkin, qanaqa qilib bu yerdan pul chiqarib olamiz? Bu yerda pul chiqarib olishimizga hali ertachi, chunki tepadagi monetamiz 10 mingta bo'lgandan keyin pastda mana bu razdel 3 ta razdelni birinchisida chiqadi, pul chiqarish bo'lib, bemalol per hamyonimizga chiqarib olishimiz mumkin. Xullas, birinchi programmamiz shu. Endi ikkinchi programmaga o'tamiz. Ikkinchi programmaga kirganimizdan keyin bizga mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerda birinchi bo'lib Write tugmachasini bosamiz. Akkauntga kirganimizdan keyin bu yerga endi pastdagi razdellarni tushuntirib o'tirishimiz shart emas. Mayli, tushuntirib o'taman. Birinchisi vklad. Ya'ni vklad bu qanaqa bo'ladi? Ko'rib turganingizda agar masalan 100 rubl tashlasanglar, 7 kunda 102 rubl qilib beradi va men 30 kunda 108 rubl qilib beradi. O'tlar shunaqa nima desam, investitsiya joyi, info nimaligini o'zingizlar bilasizlar va referalli sistema o'zingizlar ko'rib chiqishingiz mumkin. Tushuntirib o'tirib vaqt ketkazmayman. Va o'rtadagi aytgancha bu Telegram kanali ham bor. Telegram kanaliga kirib novostilar ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda pul ishlashimiz uchun birinchi o'rinda sabrat tugmachasini bosishimiz kerak va bu yerda nima ko'rib turibmiz? Для сбора монет выполнить следующие условия. Ya'ni ikkita reklama ko'rib bitta приложение sketchat qilib ol deyapti. Buning uchun nima qilamiz? Смотреть reklamani bosamiz. Va ko'rib turibsizlar, reklama tugagandan keyin bu yerga kiramizda programmani установить qilib olishimiz kerak. Hozir men установка qilib o'tirmayman, men shunchaki sizlarga ko'rsatyapman va orqaga qaytamiz. OK deb bosamiz va sabratda bosganimizda ko'rib turibsizlar, men ikkita reklamadan bittasini ko'rdim va hali bitta programmani sketch qilishim kerak va yana bitta reklamani ko'rishim kerak va o'shandan keyin bizga har xil, ba'zida 1 rubl, ba'zida 2 rubl, ba'zida bonus 1000 rublgacha berib yuborishi mumkin va bu har 10 minutda bir marta takrorlanishi kerak. Ya'ni hozir mana shu 3 ta vazifani bitta bajarasizlar va 10 minutda har 10 minutda mana shunday bajarib ketaverasizlar. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda pul chiqarib olishimiz uchun mana rubl ustiga bosamiz. Minimalni 10 rubldan chiqarib olishimiz mumkin va xohlasak Payrga, xohlasak Yumaniga va agar Rossiyada bo'lsanglar, banklarga ham chiqarib olishingiz mumkin, sim kartalarga chiqarib olishingiz mumkin. Va do'stlar, bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Agar videorolik sizlarga foydali kelgan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kommentariy yozib va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanaliga kirganingizdan keyin obuna bo'lib qo'yinglar. Shunchaki programmani sketch qilib chiqib ketmanglar, chunki Telegram kanalida har xil novostilar mana shunaqa pul ishlaydigan programmalar YouTubega video chiqarmasdan ham Telegramga tashlab qo'yishim mumkin. Shuning uchun aktiv bo'lishinglar so'rab qo'ygan bo'lardim. Va yaqinda konkurs qilamiz. Konkurs 100 ta obunachi bo'lgandan keyin bo'ladi, 1000 rubllik.
Xullas, hammaga rahmat. Sizlar bilan Soqqani kanal bo'ldi.